Bismillahirrahmanirrahim. Shaqiqiy Balxi degan o'ta bir ulug' zot, avliyo zot o'tgan. Shaqiqiy Balxi bu kishi o'ta bir ilmli kishi bo'lgan ekan. Negizi 1700 ustozning qarmab, o'shalarga shagird bo'lgan ekanda, o'ta ilmli o'qigan ekan. Anan bu taraqqat yo'liga o'tishinin sebebi, dünyoni tashlatligi sebebi, bu negizi jaslik vaqtida savdo bilan alik bo'layotgan, Balxdan Turkistonga savdoga keladi, mana shu o'zi Turkistonga. Savdoga kelib, o'sha yerda to'g'rilab ketib, savdogarchilik qilayotgan. Anan bir kun bozorda qidirib yursa, bir yerda bir kishi butparastlardan oldiga bir but qo'yib olib, selik qo'yib olib, o'shaga sinib atgan ekanda. Sinib, o'shaga sajda qilib, jalvarib, o'tib berilib, o'zini maqsadini tilini surib atgan ekan. Anan bu Shaqiqiy Balxi o'shani qarab tanqalib, anan sho'ga bunday degan ekan. Sen bir jani yo'q, ko'zi yo'q, qulog'i yo'q, tili yo'q, bir selokatga shunchalik jalvarib, jalnasib sajda qilib. Bu luqpasa, ko'rvesa, sana yordam beralmasa, foydasi tiyvesa, ziyanda tiyvesa, andan ko'rib turgan, o'qib turgan, bilib turgan, boshingga jamoatlik kelsa qaytarib turgan Allohga siyinbaysan bu debdirda. Desenan bayog'i kafir aytgan ekan. Sening Xudoying o'shunchalik ko'rib tursa, bilib tursa, o'qib tursa, yordam bera turgan bo'lsa, ajating chiqara turgan bo'lsa, sen Balxdan bu yoqqa kelmay qilasan. Shu Balxda savdan qilib, rizqing shaqni topib yeyvermaysan-da. Shu yoqda sening Xudoying rizqini beraveradi degandan keyin shu ayyoy ta'sir qilib to'g'ri aytadi. Men shunchalik tavakkulim yo'q ekan, shunchalik aqidam yo'q ekan. Alloh taolo rizqni qayoqda bo'lsa-da beradi. Shu o'zimni sharmni tushunbali beradi. Devanan savdodan da ko'ni qolib, dunyodan da ko'ni qolib, da'an nazar ketib da'an bir kishi qo'shilib qolibdi-da. Alda shunday butparast ekan. Ana ko'rishilishib o'tirib, bundan so'rabdi, nima ish qilib yurasiz desam, bu yoqda savdo qilib yuram, savdolashib yuram debdirda. Desandan keyin o'sha kishi aytgan ekan. Sen Balxdan shu yoqqa dunyoda kelibsin. Bu dunyo sening taqdiringda yozilgan bo'lsa, dunyo sening taqdiringga yozilgan bo'lsa, qiyomat kungacha dunyoning ortidan quvsang-da, dunyoning bar joyga borsang-da, al dunyoga yetmaysan. Agar taqdiringda o'sha dunyo yozilgan bo'lsa, uyingda o'tirsang-da o'zingga kelaveradi dunyo. Degandan keyin bu ikkinchi soqqi bo'lgandan keyin tazadag'an dunyodan qolib, shu butparastlar chalib meni boshim ishtaydi, shular chalib meni aqida qilmayman bu. Bol demi dunyoning keragida yo'q, savdoning keragi yo'q, bundan bu yoqqa tavakkul qilib Alloh taologa umrim oxirigacha ibodatni o'taman deb o'shandan keyin tavbasidan kelgan ekanda. Anan bir kun o'sha o'zini shahrida yursa, qo'ng'isini podsho kelib jallatda rad ketgan ekanda. Podshoni bir yaxshi kelishgan aqlli iti bor ekan, o'sha jo'g'ilib ketibdir. Anan qanday o'shaqlar so'z bilan bir qancha to'g'ri emas ma'lumotlar bilan shuni qo'ng'ishdan ko'rib, shu Paşanın etini ordagan, joq qilgan, satib berganda, tomatga qolib, anan shuni paşab barib qamab qo'yibdir-da. Qamab qo'ysandan keyin bu Shaqiqiy Balxi qo'ng'ishchi bo'ladi. Qo'ng'ishim qamoqda yotsa, men bu yoqda hech qanday qo'sh ko'ngil bo'lib o'tirsam jarashmaydi. Barib qo'limdan kelgan yordam berayin deb anan podshoga borib, endi podsho tanitdi baribir. Anan aytibdir. Bol meni qo'shnan bo'ladi. Buni men yaxshi bilaman. Bunda o'g'rilik, xitirlik, xiyonatchilik, taqirlam uning yuragida yo'q. Bo'shatib bergin buni. Men kepilligini olayin. 3 kungacha neting tavladi. Tavlasa ne qilsa shu qil debdirda. Anan urmasi bor odamdan mayli devandan keyin kepilligini olgandan keyin qo'yib yubordi qo'shni. Anan aradan 3 kun o'tibdir. Ya'ni bugun 3 kun bo'lib qoldi. Bu podshoning eti tavlasa, emne bo'layotgan degandan keyin o'yga botib o'tirsa, eshikni bir qag'ib qolibdir-da. Eshikni ochsa, bir yigit bir cho'ng itni qarmab o'tiradi-da. Ha, ne bo'ldi desa, taqsir sizga it kerak emas bile. Men mana itni taladan tutib oldim. Devandan keyin boyag'i yigit shu Shaqiqiy Balxi qo'lida dunyosi bor, moli bor, avrisi bor. Baribir uyga qarovlik kerak bo'lsa kerak, sho'g'al pasam olsa kerak devandan keyin bu kishiga olib kelgan ekanda.
Boltur, ayabay жақсы болады. Келгенің жақсы болыптыр деп итін алып қалып, аны сұраған ақшасын беріп жөнөтіп берген екен. Ит тапары онан кейін патшаға тапсырған екен да. Кәріметтің алғашқысы шунан башталған екен. Бір күн базарда жүрсе, шо күндері өте бір атаршылық қатты болып қалған екен да. Ел қиналып, бәрі қайғырып, ашқа өлген ашқа өліп, шонтып жүрсе, базарда бір жігіт, бір құл. Еш нәрсе менен ойланбай, шундай қатқырықтап, күліп, ойнап жүретіміш да. Ақырын барғаннан кейін, ел бәрі ашқа өліп атса, қайғырып атса, илеп атса, сен тақырлы жүзіңді мындай қапалы жоқ қой, күліп жүресің. Десе құл айтқан екен. Менің қожайыным бай. Қожайыным қампалар, скалаттар будайға толы. Çok қожайынлы аман болса мен аша қалтырбайды. Мен немеге қайғырамын? Деп шынай деген екен. Шынай дегенде анан бұл Шақы Балханан ойға батып, бұл қожайыны бір адам, бір мақлуқ. Ошоға таянып, ошоға сүйеніп, үйді будай толтыра деп, еш қайғырбай, қапаламай жүреді. Біздің қожайынымыз Аллах Таала ең бір байлардың байығы. Біз ошо Аллах Таалаға тәуекел қылып, Аллах Таала жаратқаннан кейін рызықты береді да. Немеге қайғырабыз деп, анан кейін шонан қайғырысы қапалып таштап, тәуекел етіп кеткен екен да. Аны айтқан екен, сен құл болсаң да маған ұстаз болдың деген екен да, şu сөзің үшін деген екен да. Демек, бұл арабчада да бар, пайғамбар хадисте да бар. Al-kalimatul hikmetu zallatul mu'mini деп та. Бұл жақсы сөз, hikmetli söz, danışmanlık söz, mu'minnin жоғалтқан нәрсесі дейді. Haysima vajadahu fahva ahakku bihi. Ошол сөзді kimden оқса, ошоны алып, пайдаланып, үлгі алышқа ақысы бар дейді да. Misal mana ошол сөзді бір құлдан оқып, ошонун қанша пайдаланып өзі ұстаз қылып алды. Же болса мұрын жаңа Түркістанда екіта буддалардан да сөздерін оқып, алардан да пайдаланып, бір оталы Алла жолыға тарақатшылық өтіп кетті. Шындай бұл жақсы сөзді, данышмандық сөзді, бұл кімден ле ұғып пайдаланса бола өреткен да, кафырдан ұғауы, құлдан ұғауы, аялдан ұғауы, бір бомашан ұғауы, жақсы сөз болса алып пайдаланса, үлгі алса бола өреткен да. Ва ахир дауан, алхамдулиллахи раббил аламин.